Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, Mizi.com YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bu videoda biz Q4 haqida gaplashib o'tamiz, ya'ni 4-chorak haqida va nimaga Q4 dropshipperlarni mavsumi hisoblanadi. Ko'pchilikda savol tug'iladi, nimaga aynan Q4 4-chorakda dropshipperlarni mavsumi deb ataladi va nimaga aynan shu mavsumda dropshipperlar juda ko'p pul ishlab olishi mumkin. Bunga ikkita sababi bor. Birinchi sabab bu bayramlarning ketma-ketligi va ikkinchi sabab bu moliyaviy yil yopilganligi. Ya'ni g'arb davlatlarida yilning oxirisida sizni potensial mijozlaringizga oylikdan tashqari juda bonus va premiya ham beradi, ya'ni juda ko'p puli bo'ladi va o'shanga yarasha sizni potensial mijozlaringiz o'zini qarindoshlariga yoki yaqinlariga sovg'a sotib olishi mumkin sizni do'koningizga kirib. Endi hozir biz bayramlarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa bayramlari bor, ya'ni qaysi sanada qanaqa bayramlar bo'lishini. Birinchisi bu Halloween. Ya'ni bu oktyabr oyida bo'lib o'tadi, ya'ni Halloween o'zi 31-oktyabrda bo'lib o'tadi, lekin bunga tayyorgarlik oktyabrda boshlanadi. Oktyabrning o'rtasida to shu Halloween tugaguncha va Halloweendan keyin ham 1-2 kun shu temada, ya'ni shu mavsumda biz foyda qilishimiz mumkin. U shart emas, aynan shu Halloween mahsulotlarini sotish, o'sha bayramga mos tema qilib do'konni va chegirma qo'yish. Eng asosiysi bu yerda chegirma. Ya'ni chegirma qo'yish uchun bir qanaqadir sabab bo'lishi kerak va bayramlar bizning asosiy sababimiz bo'lib o'tadi. Ikkinchi bayram Halloweendan keyin bu noyabrda bo'lib o'tadigan Thanksgiving Day va Black Friday bo'lib o'tadi. Ya'ni asosan Thanksgiving Day bu Amerika uchun bayram, Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadada bo'lib o'tadigan bayram. Black Friday esa endi butun dunyoda bo'lib o'tadi. Ya'ni bu 1-noyabrdan 31-noyabrgacha siz shu tematikada chegirma qilib, do'koningizni shu bayramlarga moslab sotishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi bayramimiz bu 1-dekabrda bo'lib o'tadigan Cyber Monday bayrami. Endi o'zgarib turadi sanasi. Dushanba yoki qaysi shu dushanba kuni qaysi sanaga tushishiga qarab belgilanadi. Bu yer endi menimcha shu 1-dekabrda bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Cyber Monday. Shunga yarasha siz ham tematika qilib chegirma berishingiz mumkin. Cyber Mondaydan keyin keyingisi sizda bu Merry Christmas hisoblanadi. Ya'ni 1-dekabrdan o'zi 23-24-dekabr bo'lib o'tadi Merry Christmas, lekin siz dekabrdan ishni boshlasangiz bo'ladi. Ya'ni mijozlarni qiziqtirib, o'shanga yarasha tematika qilib, ya'ni tema yaratib, Shopify'da va chegirmalarni berib sotsangiz ham bo'ladi yoki shu tematikada, ya'ni Merry Christmas yoki Yangi yil arafasida bir qanaqadir qo'shimcha mahsulotlarni sotsangiz bo'ladi, o'zingizni asosiy yo'nalishingizdan tashqari, ya'ni asosiy nishdan tashqari. Keyingisi bu Merry Christmas o'tgandan keyin 25-29 bu Boxing Day, ya'ni Merry Christmasdan keyingi kunlari ham endi bu narsa sovg'ani ochish deb nomlanadi, lekin aynan shu Merry Christmasdan keyin to 29-gacha siz yana upsell qilishingiz mumkin, ya'ni qo'shimcha sotuv. Chunki hali bayramni effekti o'tib ketmagan bo'ladi, shundan foydalanib olsa bo'ladi 4 kun ichida. Keyingi bayramimiz esa bu Happy New Year, ya'ni oxirgi bayram 30-31-da bo'lib o'tadi. Va shu bilan bizda Q4, ya'ni 4-chorak tugaydi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim 1-dekabrdan boshlab nafaqat Merry Christmas yoki Cyber Monday, balki Happy New Year'ga ham tayyorgarlik ko'rsa bo'ladi va oktyabr, noyabr, dekabr oylari juda ham ko'p sotuvga ega bo'lsa bo'ladi, chunki juda ham ko'p bayramlar, ya'ni ketma-ketligi va potensial mijozlaringizda pul ko'proq bo'lishi. Endi savol tug'iladi, Q4 da qaysi yo'nalishda yurishimiz kerak, ya'ni qaysi yo'nalishni biz tanlashimiz kerak. Bu haqida ham bizda mavzu bo'lib o'tgan, ya'ni bizning bepul kursimizda Evergreen niche, ya'ni Evergreen yo'nalishi
bunga pet supplies kiradi, ya'ni uy hayvonlari mahsulotlari, fishing yo'nalishi, ya'ni baliq ovi va mom's product, ya'ni homilador yoki bolasi bor ota-onalarga va undan tashqari home decor ham shu yo'nalishga kiradi. Ya'ni shu 4 ta yo'nalish bilan siz shug'ullanishingiz mumkin, ya'ni universal yo'nalish hisoblanadi. Halloween'da ham, Thanksgiving Day yoki Black Friday, Merry Christmas'da ham shu yo'nalishni tanlab ish yuritsangiz bo'ladi. Faqatgina misol uchun Halloween bo'ladigan bo'lsa, siz o'zingizni do'koningizda temasini, ranglarini shu bayramga moslab qo'yasiz. Rasmlarini ham va chegirma. Ya'ni eng asosiysi bu yerda yo'nalish emas, bu yerda eng asosiysi chegirma hisoblanadi. Ya'ni Halloween bayrami tufayli bizda 50% chegirma yoki Black Friday va o'shanga yarasha tema va chegirma. Q4 ga tayyorgarlik bizda yopiq kanalimizda bo'lib o'tadi. Ya'ni biz o'zimizning ish jarayonimizni video tarzida yuklab boramiz yopiq kanalimizga. Do'konni qanday qilib biz yaratganmiz, qanday mahsulot tanlaganmiz, qanday yo'nalish va qanday reklama strategiyalari bilan biz foydalanganmiz va hokazo. Ya'ni buni hammasini siz bizning yopiq kanalimizdan bilib olishingiz mumkin. Yaqin orada biz shu ishni boshlaymiz. Agar savollaringiz bo'lsa, Telegramdan yozing, mezu.com support va o'zingizni ehtiyot qiling sifatsiz ma'lumotlardan. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.